Assalamu alaykum, hürmetli televizyon körgüçüler. Dünya Uygur Kurultayı Tor Televiziyasının günlük haberler programımıza hoş geldinler. Ben İftihar Abdurşid. Hürmetli körürmenler. Tövende diqqətinizlər günlük haberler programımızın təfsilatı da bolsun. Zimistan jurnalının 9 Avgustdaki baş maqalısında ko'rsatilishicha, Dünya Uygur Kurultayı, Komünizm Qurbanları Xatir Fondi, Uygur Hareketi Teşkilatı, Uygur Kişilik Hukuk Quruluş qatarlıqlar Amerika Maliye Ministri Janet Yellen ve Amerika Tashqi ishlar Ministri Antony Blinkenga birlashib maktub yozib, yer shari magnitskiy qonunini Sharq Turkistondagi qirg'inchilik ishtirok qilgan barliq amaldorlarga tatbiqlashni talab qilgan. Yuqorqi birlashma imzoliq talab xatida yana Sharq Turkistondagi qirg'inchilik javobgar amaldorlar qatoriga Xitoyning sobiq jamoat xavfsizlik ministrligi Zhou Keji, Wang Yang va Xitoy Markaziy Siyasi Qonun Komitetining sekretarlari Go Shun-kun va Hu Lianghe qatorliq kishilarni qo'shishning lozimligi ta'kidlangan. Shuningdek, bunday qilishning Uyg'urlar haqidagi qonun loyihasiga uyg'un ekanligini eskartgan. Dünya Uygur Kurultayı İcraiya Komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat bu vaqt qilgan so'zida, nima uchun Xitoy Kompartiyasining amaldorlari hali ham baxuduk Kaliforniyada, Vankouverda va Fransiyada uy setib olaydi. Demak, bizning hozir yer shari magnitskiy qonunini ijro qilib, shu amaldorlarning chet ellardagi boyligini to'ngiltib qo'yishimizning vaqti keldi deb ko'rsatgan. Amerika-Xitoy munosabatining barg'ansiri yomonlashishiga ergishib, yaqinda Amerika Markaziy axborot idorasi CIA o'zining asosiy diqqatini Xitoy qaratayotganligini ifodalagan. Shuningdek, buning Amerika armiyasi Afg'onistondan chekinib chiqqandan keyingi bir yangi yuzlanish bo'lib qolganligini ta'kidlagan. Birlashma agentligining 8 Avgustdagi xabarda aytilishicha, Markaziy axborot idorasining muavin boshlig'i David Cohen bu haqda so'z qilib, Talibanlarga va boshqa terrorchi kuchlarga qarshi turish bizning muhim vazifamiz. Ammo bizning odam kuchi va moliya kuchimiz taxim bekra Xitoyga markazlashish lozim degan. U bu so'zni Talibanlarning 2 nomerlik kattivishi Ayman Zawahiri yaqinda Kabuldagi havo hujumida o'ldirilgandan keyin aytgan. Yana kelib Amerika Kengash palatasining raisi Nancy Pelosi Tayvanni ziyorat qilganda Xitoy hukumatining harbiy jihatda Amerika hukumatiga hayvi ko'rsatishmi navbatda Xitoyning Talibanlardan bekrak taktik ekanligini namoyon qilgan. Yana kelib yillardan buyon Xitoy hukumatining siyosiy, iqtisod va fan texnik sohasidagi josuslik qilmishlari Amerika hukumatining Xitoy haqidagi tushunchasini zo'r darajada o'zgartgan. Ma'lum bo'lishicha, Markaziy axborot idorasining bu qarori Amerika Davlat Majlisidagi har qaysi zotlarning qo'llashiga erishgan. Avam palatasining a'zosi Jason Crow bu haqda so'z qilib, Rossiya va Xitoy biz uchun zo'r tahdid. Ammo terrorchilar Amerikani vayron qilib o'tolmaydi. Lekin hushyor bo'lmasak, Xitoy bizni vayron qilib o'tishi mumkin degan. Shveysariya axborot agentligining xabar qilishicha, Shveysariya federal hukumati oldimizgi kunlarda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi sababli Xitoyga qarshi jazo tadbirlarini qo'llanish masalasi haqida maxsus muzokara olib bordi ekan. Xabarda bayon qilinishicha, Shveysariya parlamentidagi Solchilar partiyasining hukumatga bo'lgan besim barg'ansir kuchaygan. Ularning qarashicha, Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan kishilik huquq dafsanchiligi, Tayvanga bo'lgan harbiy mudohalasi va dunyo tinchligiga qarta paydo qilayotgan tahdidlari sababli Xitoyga jazo tadbirlari qo'llanishining vaqti kelgan. Xabarda 2021-yil 3-oyda Yevropa ittifoqining Uyg'urlarga yurgizilgan kishilik huquq dafsanchiligiga chetishlik 4 Xitoy amaldoriga hamda bir Xitoy shirkatiga qarta jazo tadbirini yo'l qo'yganligi. Bu jazoning mazmuni ko'ra 4 Xitoy amaldori bilan bir Xitoy shirkatining Yevropaga kirishining cheklanganligi, ularning mol mulkining to'ng'itilganligi eskartilgan. Mubodi Shveysariya hukumati Xitoy qarta jazo tadbiri qo'llanmoqchi bo'lsa, Uyg'ur kishilik huquq dafsanchiligiga chetilgan Xitoylardan sirt, yana ximiyalik qurollar qonuni, tor bo'shliq xavfsizligi nizomi qatorliq turli xalqaro qonun nizomlariga xiloflik qilgan Xitoy shirkatlari, tashkilotlari va shaxslarga qarta jazo yurgizishni nishonliq muzokara qiladi ekan. Mazkur xabarga bu yil 5-oyda Shveysariyaning Davos shahrida o'tkazilgan Dünya iqtisod munbiri yig'inida Germaniya bosh ministri Olaf Scholzning xalqaro jamiyatdan Uyg'urlar uchrayotgan kishilik huquq dafsanchiliklariga sal qarmaslikni talab qilib, biz Shinjongdagi kishilik huquq dafsanchiliklarini ko'rmasga sololmaymiz deganlik ulanma qilingan. Uningda yana Shinjong soqchi hujjatlarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga doir nurg'unlagan paketlarni yoritib berganligi qo'shimcha qilingan. Kuzatuvchilarning qarashicha, Shveysariyaning bugungi kelganda Xitoyga jazo tadbiri qo'llanishni o'ylashiga kun sari kuchayotgan xalqaro besim, Xitoy qarshi shakllanayotgan dunyoviy iqlim hamda g'arb qimmat qarshiga sahip bo'lgan bu davlatning insonparvarlik sohasida obrazining zidlanayotganligi sabab bo'lgan.
Germaniyada ciddi uçurlarni tarqatadigan xabarlar kanalida 8 avgust e'lon qilingan vaqt BDTning o'z haqsizliklarini tuzatadigan vaqtdir nomli maqolada dunyoning siyosiy liderlarining hozirgacha hal bo'lmagan BDTga munosabatlik bir adolatsizlikni hal qilishga kuch chiqarish lozimligi va bu liderlarning haqsizliklarga uchraganlarni oqlash majburiyati borligi ta'kidlangan. BDTning ichki qismidagi satchilik va adolatsizliklar nihoyat ro'shan holda yo'ritib berilgan mazkur maqolaning bosh personaji Uyg'urlarga oid bir haqiqatni so'zlaganlik uchun ishdan bo'shatilgan. BDT kishilik huquq kengashining sobiq xizmatchisi Emma Reyli xonim va Emma Reyli masalasi ustidan hukm chiqarishga mas'ul bo'lgan BDT ishki ixtiloflar kollegiyasining raisi Rowan Downing apandi bo'lgan. Rowan Downing mu haqda ching turganlik uchun ishdan bo'shatilgan. Maqolada tasvirlashicha, BDT kishilik huquq kengashining sobiq xizmatchisi Emma Reyli xonim 2013-yildan buyon o'z boshliqining BDT yig'inlariga qatnashmoqchi bo'lgan o'qituvchi Uyg'urlarga doir ma'lumotlar bilan Xitoyni ta'minlab turganligini, buning BDTning prinsiplariga xilof ekanligini BDTning yuqori darajalik amaldorlariga ma'lum qilgan. U o'z shikoyatlarida uchurlari ta'minlangan Uyg'urlarning oila tavobatlarining Xitoyda xatarga uchrash mumkinchiligining mavjudligini isbotlaydigan faktlarning borligini, bu masalaga bo'libmi BDTning bosh kotibatligining jiddiy qarshi lozimligini munosabatli organlarga inkos qilgan. Maqolada yezilishicha, Xitoyga har qatim berilgan Uyg'urlarga munosabatli tizimlikning beshida Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa apandi o'rin olgan. Biroq BDTda Emma Reyli xonimning shikoyatlariga ko'ngil bildigan odam bo'lmagan. Emma Reyli xonim o'z ovozini hech kimga anglatolmagandan keyin bu masalani Yevropa Ittifoqi, Amerika, Angliya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Gollandiya qatorliq nurg'unlagan davlatlarga ma'lum qilgan. Gollandiyaning 2019-yildagi bir javob xatini hisobga olmaganda, boshqa davlatlar uning xatlariga javob bermagan. Bu xil haqsiz sukutga chidamagan Emma Reyli xonim voqeani 2021-yil 3-oydan boshlab matbuotga oshkorlab o'tgan hamda BDTni Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga sherik bo'ldi deb ayiblagan. G'arbdagi dongliq axborot vositalaridan Angliyaning BBC, Amerikaning Politico, Fransiyaning Le Monde qatorliq ko'plagan gazetlar bu voqeani qiziq tema sifatida tarqatgan. BDT bosh kotibi Antonio Guterresning bayonotchisi voqeani inkor qilmagan bo'lsa-mu, o'zlarining Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga sherik bo'lmaganligini ta'kidlab, BDTda Xitoyning Uyg'urlarning uchurlari bilan ta'minlaydigan satchilikning 2013-yildan 2015-yilgacha 6 qatim yuz berganligini, uningdan keyin yuz berib boqmaganligini tilga olgan. Emma Reyli xonim buning bilan 2021-yil 11-oyga kelganda o'z xizmatidan ayrilib qolgan. BDT doiralari yana Shveysariya soqchilarini uning uyiga avatib, Emma Reyliga oshkor sorunlarda Şinjan to'g'risida so'zlamaslikni ogohlantirgan. Emma Reyli xonimning BDTning maxfiyatligini oshkorlab qo'ygan ig'ir mas'uliyatsizlik ustidan hukm chiqarish vazifasiga BDT ishki ixtiloflar kollegiyasining raisi Rowan Downing apandi mas'ul qilingan. Bu sotchi apandi Emma Reyli xonimni ayblashning haqsizlik bo'lganligini tushungan va u o'ttirib qo'ygan masalaning tekshirishga arziydiganligini ilgari surgan. Qizqarligi shuki, u Emma Reyli xonimni to'g'riga chiqarilgan oxirgi hukmni e'lon qilishdan 10 kun burun to'satdan vazifasidan qoldirilib ishdan haydalgan. Buning bilan BDTda haqda ching turganlik uchun xizmatidan haydalgan kishilarning soni 2 ga yetgan. Maqolada bayon qilinishicha, kishilik huquqni qo'g'dash uchun qurilgan BDTda kishilik huquq dafsanchiligiga aloqador bo'lgan bu adolatsiz voqea Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlari xalqaro dalil isbotlar bilan oshkor bo'lmagan bir chog'da yuz bergan bo'lsa-mu, 1 milliondan ortiq Uyg'urning irqiy qirg'inchilikning qurboniga aylanayotganligi yetarli darajadagi dalillar bilan oshkorlangan bugungi kunda mazkur voqeaning hozirga qadar xulosasi chiqmagan. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultayi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishayli. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.